Bu ayda titan kotyullari hozirgi paytda eng zamonaviy texnologiyalarda qilinadi. Har bitta kotyullar alohida o'zini ustida ishlagandan tashqari va yana plus bular har bitta kotyulda 5 atmosferik darajada havoda sinashadi, undan keyin suvda sinab turib. Bu ayda titan kotyulni tajribasidan kelib do'stlar, e'tibor qilgan bo'lsalaring, ya'ni ruchkalarini har bittasini chugundan qilishni boshlar ekan. Avval bu narsalar temirda qilinadi, kotyul ko'p ochib yopilganlik hisobiga chugundan qilishga qaror qilib, narxi qimmat bo'lsa ham, lekin narxga ta'sir qilmasdan do'stlar, ya'ni chugunni qilishni boshladi. Do'stlar, assalomu alaykum ahli YouTube. Men hozirgi paytda bu ayda titan kotyulga kelganman. Bu kotyullar aqlliligi bilan nimasi bilan farq qiladi? Luboy ko'mirda, ho'lda ham, quruqda ham yoqaveradi bu bir. Ikkinchidan, noboda shinek shunaqa bo'ldi. Avvalgi kotyullarda shinek qatib qoladi, kechasi tozalash kerak, yurmay qoladi. Yo'q, bularda shunaqa texnologiya qilingan. Noboda tosh kirib qolgan taqdirda ham kotyulga tosh tiqilib qolsa, shinek avtomatik nagruzka kelgandan keyin orqaga qaydib toshni bo'shatib turib va yana oldi tomonga ishlashni boshlaydi. Shuni hisobiga inshaalloh do'stlar, biz avvalo Alloh do'stlar ob-havoga qarab bu ayda titan kotyullari do'stlar 150 kilo ko'mir sig'adi va shuni hisobiga eng kami ishlasa 1 kun, bo'lmasa 7 kun, endi 7 kun emas, 7 kun esa yolg'on ketadi, chunki uni ob-havoga bog'liq. 5 kun, 4 kun, 5 kun do'stlar bemalol o'zi yonaveradi. Nimaning evaziga 4 kun, 5 kun yonadi? Bu ob-havodir do'stlar. Havo issiq bo'lsa, rasxod kam bo'lsa, bir haftagacha yongan joylari bor do'stlar. Lekin anomal sovuq bo'lsa, alhamdulillah mana shu kotyullar 1 kun, 1,5 kunda qaraysiz. Hattoki ayollar o'zi qarab ham qo'ysa bo'ldi. Buni bironchasini tegish shart emas. Bitta nastroyka qilib qo'yasizlar, ko'mirni solib qo'yasizlar, bo'ldi. Do'stlar, endi to'g'ri tushunasizlar, bu ayda titan rahbari, hamma ham rahbar ekranga chiqarmaydi. O'sha kun Tohir akam aytdilar, "Mo'l orqa fonda bo'lsangiz gapirib bersin." Tohir aka, bular qanday kilovat deyiladimi, kvadratiga deyiladimi, qanday nima qilinadi aka bular? Endi bular xolasa kilovat, xolasa kvadrat. Hozir mana shu necha kvadrat metrga yetadigan aka bu? Bu 300 kvadrat. 300 kvadrat metrga. 300 kvadrat qanaqa devorga qo'yilgan atapleniyga yetadimi yoki to'pli polgami aka bu? Yo, to'pli polga отдельно beramiz. Kelish, bu telefonda tushuntiramiz. Ha, to'pli polga telefonda tushuntiriladi. Pomisheniyani aytadi, shunga qarab beramiz. Ha, sizlar demak telefon qilsa, sizlar pomisheniyaga qarab turib, "Meni monchak uyim bor, bunaqa, domim, bunaqa nimalarga qarab turib, shuni chiqarib berasizlar." Shunaqa. Do'stlar, ya'ni bu ayda titan, ya'ni nomerlar ekranda turibdi. Endi telefon qilsalaring, biza meni uyim necha xonali, necha kvartirali e'tibor qilasizlar, uylaring farq qiladi. Ya'ni uyingiz qanaqa qilingan, akfa rom qilinganmi, plastik rom qilinganmi do'stlar yoki temir rom, taxta romdan qilingan